Do'stlar, kanalimizda hurmatli obunachilari, yurtdoshlar, yanımız Arapotskiy, yanımızda vokzal. Yanımız Arapotskiy. Yo'lni dik bo'yinda desam bo'lar, shu domning orqasida, shu domimizda orqasida, ya'ni 2 komnatli 170 kvadrat ekan. Qurilish osti 60 kvadrat. Shu o'rinda bir narsani aytamiz, bu yerda lokatsiyasini ko'rsatib turibman hozir. Nov bo'lishi mumkin, bu 170 kvadrat, 60 kvadrat deb o'ylashingiz mumkin. Shu o'rinda kvartiramizni ko'rib, o'zingiz baho berasizlar, o'zingiz ko'rasizlar, yurtdoshlar. Ha, kvartiramizni tushishdan boshlaymiz. Mana do'stlar, fasad qismimiz, domimizning fasadi ko'rinish. Mana Arapotskiy deb aytildi, ajoyib yo'lni bo'yindan bir dom bichon tarafda, aziz yurtdoshlar. Burada do'stlar 5-qavatimizga ham keldik. 5-qavatda shu podyezdda o'zlaringiz bo'lasizlar. Hech kim bo'lmaydi. Shu kvartirani kim olsa, nasib etsa, shu joyda, shu kvartirada o'zi bo'ladi, shu podyezdda. Xohlasangizlar, kvartiramizni xohlasangizlar, shudan bektak qo'ysangizlar ham bo'ladi. Hech kim kirib chiqmaydi. Shu kvartira tegishli podyezdimiz bo'ladi. Yurtdoshlar, yana bir narsasini e'tibor etib boramiz. Ko'rib turganingizdek, zamoqlar ham kamerali. Sifatli, hamma narsa sifatli. Eshiklarimiz ham ajoyib, eshiklardan qolin eshiklardan 7-8 yerdan inadi. Bismillahirrohmanirrohim deb girsak, bu joyimizda hozir bir qiziqli yeri bor bu joyimizda. O'zi 170 kvadrat bu joyimiz. 60 kvadrati, shu qurilishi 60 kvadrat bu joyimiz. Yurtdoshlar, remontlarimiz ham, eshiklarimiz ham har bir narsasini e'tibor etamiz. Eshiklarimizni ko'rsangizlar, yarmi kapı, yine ko'rib turibsizlar. Net hech kim kvartira quruvchilar hech qachon bunday qo'ymaydi. Ajoyib etib qo'yganlar. Yurtdoshlar bir xonasi. Yurtdoshlar, bu Toshkentdan oldirdim dedi, bu eshiklarni hammasini o'xshab turibdi. Toshkentdan oldirganlari, aziz yurtdoshlar, yurtdoshlar, eshiklarimiz ham ajoyib. Eshiklardan ajoyib. Bu yoqimizda yana bir xonasi. Bu yeri ayollarimiz uchun ochiq xonasi. Aziz yurtdoshlar, ochiq xonasi. Alohida toplaymiz turibdi. Remont bo'lgan. Yanımızda samodyel hajatxonamiz endi. Potolokgacha kafelar, hamma narsasi tayyor. Potoloklarimiz natijnoy. Pastlarimiz hamma narsamiz tayyor beramiz. Ishlarimiz ham ajoyib. Bu yoqimizda bir xonasi, ya'ni bir mehmonxona bo'ladi. Bir qiziqli varianti bor deb aytganimiz sababi, yurtdoshlar shu yerdan balkonga chiqasizlar. Balkon deganimiz sababi, balkonni ko'ringlar, balkonni. Yana balkon sizlarga kerak bo'lsa, shu polni balkon. Domimizning ustini shuma deyishdi. Shu joyi, shu 2 xonali joyi deyishdi bo'ladi. Qo'shimchasi bu. Qo'shimchasi, aziz yurtdoshlar, bu yoqimiz shifr qilib beriladi. Ko'rgandek, ko'rib turganingizdek, ishi kvadrat. Masalan, 60 bo'lsa, joyimiz, xonamiz 60 bo'lsa, berimiz 170 kvadrat. Berimiz общий joy bilan 170 bo'lsa, 110 kvadrat bo'ladi ekanda. Shu yerimiz 110 kvadrat bo'ladi ekan. Aziz yurtdoshlar, joyimizni narxini ekranda yozamiz. Срочный sotuvda like podpiskasiz so'rab qolamiz. Do'stlarni tarqatamiz, do'stlar tarqatamiz. Endi kvartira Arapotskiyda so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa, tarqatamiz.